Assalomu alaykum. Mana bugun biz yangi darsni ham boshladik. Bu darsda razvedka sistemida ishlaymiz. Ya'ni o'tgan darsimiz FBS edi. Ya'ni FBS'da podvalni devorini qirqqandik. Bu qirqqanda mana FBS'lar, antiseyismik poyezlar hammasini ko'rib chiqqandik. Nechta FBS ketganini hammasini ko'rib chiqqandik. Endi tepa qavatlarni devorini kesamiz. Ya'ni mana bu devorni kesamiz. Bu devor, hamma devorlarni kesib chiqamiz. Bu devorlarni kesib chiqishimizdan maqsad g'ishtlarning soni, kubi, qavat balandliklari aniq bo'ladi va g'ishtlar orasida teriladigan gorizontal setkalar, o'sha to'rlar setkalar deyiladi, o'shalarning soni yoki metri, har necha santimetrga qo'yilishini aniqlab ko'rib chiqamiz. Va mana tasavvur qilishingiz uchun bitta devorni bunday qirqamiz. Mana shu qirqqanda mana bu yerda kolonnalar ko'rinadi. Har qavat balandligida regellar, plitalar ko'rinadi, gorizontal setkalar ko'rinadi. Ana shularni ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Kerak emas. Kopirovat olamiz. Birinchi navbatda kolonnalarni chizib olamiz. Shu yerda tursin. Xo'sh, endi mana bu 400 regel. Ya'ni birinchi qavat polning regeli. Mana 220 plita. Mana bu yerni qirqib qo'yamiz. Bu ostida podvalning devorlari bor. Biz uni ko'rsatganmiz o'tgan darsda. Yana bir marta ko'rsatish shart emas, prosta davom etayotganda mana bu yerda yana yerto'la borligini ko'rsatib qo'yish uchun mana bu yerda qirqib qo'yamiz. Tamam. Xo'sh, endi bizga mana birinchi qavatning regeli, endi bizda ikkinchi qavat bor. Ikkinchi qavatning ustidagi regel bor. Hammasini ko'rsatib o'tishimiz kerak. Qavat balandligi kerak bizga. Xo'sh, qavat balandligi 3 dan ekan. Bo'ldi. Mana bularni hammasini olamiz. Mana qavat balandligi yaramiz 3 dan bo'ldi. Xo'sh. Endi hammasini ushlab qalinroq chiziq qilsak ham bo'ladi. Xo'sh, endi bizga o'qlar kerak bo'ladi. Mana o'qlarni ko'rib qo'yib oldik. Ozgina kattaga, kichikasini. Xo'sh, endi ko'ramiz. Mana bu yerda birinchi qavatda hech qanday deraza, eshik yo'q. Mana bu yerlarda hech narsa yo'q. Shuning uchun to'liq mana shu yer g'isht bilan qoplanadi. Bo'ldi. Endi g'ishtning ishli halqasini berib mana bu yerdan olsak ham bo'ladi. Mana. Bo'ldi. Endi bitta отметкani qo'yib olamiz. Bu yer bizda -0.80 bo'ladi. Bo'ldi. Hammasini bir chizada qo'ysak chiroyli ko'rinadi, xunuk ko'rinmaydi. Va hammasini bir xil shriftda olib kelamiz. Qo'yamiz. Ya'ni mana. Va bo'ldi. Endi razmer ham berib qo'yamiz, ya'ni o'lcham. Mana bu yerga endi ko'rsangizlar, mana bu binoyimizning orqa tomoni
biz o'sha orqa tomonini kesyapmiz. Endi bu yerga devor tersak ham bo'ladi, ya'ni parapetni, frontonni tersak ham bo'ladi, lekin termasak ham bo'ladi. Ya'ni stoyka qo'yib, mana bu yerda stoyka qo'yib, o'sha stoykani ustiga program qo'yib, birdan tom yopib ketsa ham bo'ladi. Hozir g'isht tersak ortiqcha rasxod. Shunday qo'ysak ham bo'laveradi. G'isht tersak ham bo'laveradi, farqi yo'q. Hozircha shunday qo'yamiz. Xo'sh, endi gorizontalniy setkalarni qo'yib chiqamiz. Odatda endi 60 har 60 santimetrda qo'yiladi. Endi bu har doim bir xil degani emas. Bu binoning seysmik balliga bog'liq. Ya'ni bino qayerda joylashganligiga bog'liq, necha balli seysmik maydonchada joylashganligiga bog'liq. Keling birdaniga shuni ko'rsatib ketaman. Ya'ni QMX ga kiramiz. QMX da ana shu narsalar yozib qo'yilgan. Birdaniga QMX ga qayerdan kirishini, qanday kirishini ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib o'tamiz. Internetga kiramiz va ms.uz deb kirsak, mana o'zi chiqadi. Bu qurilish vazirligining rasmiy sayti. Mana bu bizda oyna ochiladi. Har xil yangiliklar har kuni qo'yib borishadi. Qanday qarorlar o'zgartirishlar, qaysi qonunlarga o'zgartirishlar kirilganini ko'rsatib boradi. Va mana bu yerda me'yoriy hujjatlar degan bo'lim bor. O'sha yerda pastiga shaharchilik normalari va qoidalari degan bo'lim bor. O'sha yerga kiramiz. Va bizda mana bu qurilishda ishlatiladigan normalar, qoidalar, QMXlar hamma narsasi mana shu yerda bor. Mana bu podsistema 1, 2, 3, 4 bor. Bizga asosan hozir ya'ni ko'rsatadiganimiz podsistema 2 deb turibdi. Podsistema 2 ga o'tamiz. Mana podsistema 2 texnические нормы проектирования, loyihalash uchun texnik normalar. Общие технические нормы требования. Mana gruppa 1, bu gruppa 1. Mana bu har bittasi QMX. Loyihalash uchun ixtiyoriy fizikalik ma'lumotlar. Mana bu ham konstruktorlarga kerakli QMXlar. Bu hammasi kerakli QMXlar har doim foydalanib turiladi. Xo'sh, bizga hozir qaysi QMX kerak? Mana podsistema 2 строительство в сейсмических районах. Seysmik hududlarda qurilish o'zbekchasiga. Bu QMX 2010319. Bu nima degani? 2 degani mana bu podsistema 2. 01 degani ya'ni birinchi gruppa. 04 degani 1 2 3 mana bu 04. O'sha 4-chi QMX. Mana 3-chi QMX 1 2 mana bu o'zgartirish, mana bu 3. -19 degani o'sha aslida bu ancha yil oldin chiqqan QMX 19-yilda katta o'zgartirish kiritilgan. Shuning uchun bu o'zgartirilgan yili yoki qabul qilingan yili mana shu chiziqchadan keyin yoziladi. Xo'sh, mana bu yerga bossak o'sha QMX ga kiradi. Xo'sh, mana biz boya ana shu QMXni ozgina o'qib turgandim. Xo'sh, bizga kerakli joy. Terminal mana bu 3, 5, 12 punktga, bandga qaraymiz. Terminal uzra tutashilgan joylar armatura turlari yotqizilishyapti. Mana turlarning uzunligi, bunday turlarning uzunligi 1,5 metr deyapti. Bu ya'ni terminalning o'zaro tutashadigan joyi. Ya'ni qaysi? Mana bu joylar. Hozir mana bu yerda kolonna bor. Agar kolonna bo'lmaganda ana shu joylarga o'zaro tutashadi devor. Mana bu yerlarda ham ana shu joylarda uzunligi 1,5 metr deyapti. O'sha to'rlarning uzunligi. O'sha to'rlarning uzunligining o'sha to'rlarning umumiy yuzasi 1 santimetr kvadratdan kam bo'lmagan holda deyapti. Ya'ni bu to'rlar qanaqa bo'ladi? Masalan, hozir internetga yozamiz. Mana o'sha har xil turlarni chiqarib berdi bizga. Mana
o'sha to'rlar. Endi juda ko'p ma'lumot yo'q. Endi borni ko'rsatib ketaman. Mana g'isht terilib kelyapti va bu hozir g'isht bilan asosiy devorni penoblokni yopishtirayotgan, bog'layotgan to'r. Bu monolit uchun to'r. Bu ham shunga o'xshash to'rlar. Mana shu har 60 santimetrda qo'yib boramiz balandlik bo'yicha. Mana mana 60 santimetrda va buni va ikkinchi etajga ham kattaroq qilamiz. Mana bu to'rlar hozir bizning kolonnamiz asosiy yuk ko'taruvchi emas, shuning uchun avval g'ishtni terib, keyin kolonna regul qo'yiladi. Shuning uchun mana bu to'rlar kolonnaning ichiga ham kirib ketaveradi. Bu kolonna bilan serdeshnik desak ham bo'ladi. Kolonna bilan serdeshnik g'ishtlarning terimning birga ishlashini ta'minlaydi. Xo'sh, endi va mana o'sha setkani ham topdim. Mana bu 1, mana ko'ryapsizmi? 1, 2, 3, 4, 5 ta. Mana bu 1, bu bo'ylama armatura uzun ketadi, bu uzilmaydi. Hozir biz mana bu yerga 1 pagonometr uchun ko'rsatganmiz, lekin aslida bu uzilmasdan ketadi. Mana bu devor bo'ylab ketadi oxirigacha. Mana shu. Mana bu ko'ndalang armaturalar esa har 40 santimetrda qo'yib boriladi. Va mana ularning orasidagi masofa 350 mm. Devorimizning o'zi 380 mm. Bu 350 mm. 1,5 cm, 1,5 cm ichkariga kirib turadi. Xo'sh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta bu yerda mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. 1, 5 ta VR1 armatura ekan. VR1 ning armaturasining yuzini ko'ramiz hozir. Saplanibdan. Mana bizga rasmni chiqarib beradi. Mana shuni o'zi ko'ramiz. Xo'sh. Mana bu diametrlar va mana bu sonlar. O'sha nechta armatura kerak bo'lsa, o'shaning yuzi mana bu yerda bor. O'sha armaturalarning diametri. Masalan, bitta birlik armaturaning yuzasi 2 cm kvadrat. Bitta, masalan, 12 likning yuzi 1,31 cm kvadrat. Bitta 22 likning yuzi 3,8, masalan 4 ta 22 likning yuzi 15,2 cm kvadrat. Mana shunaqa qilib topib olsa bo'ladi. Xo'sh, bu o'sha zavodda ishlab chiqarilgan armaturalarning sinfi A1, A2, A3, A4, 5, 6. Bu VR1, 2, 3. Mana shunaqa. Mana bu minuslar va звездочкалар, mana bu minuslar o'sha zavod bunaqa armatura ishlab chiqarmaydi degan. Va mana bu yulduzchalar esa zavodda bor armaturalar. Mana shu yulduzchalar bilan topib olsa bo'ladi. Xo'sh, bizning armaturamiz VR5 edi. VR1 edi. VR1 5lik, diametr 5lik. Va mana zavodda bor ekan VR1 diametr 5lik va uning 5 ta edi bo'ylamasiga 0,98. Xo'sh, endi qiyinqaga kiramiz. Mana bunday to'rlarning uzunligi 1,5 metr va bo'ylama armaturasi. O'sha bizda bo'ylama armatura 5 ta VR1lik 0,98. Endi 1 cm desak ham bo'ladi. 1 cm dan kam bo'lmagan hamda 7-8 balli zonalar tren balandligi bo'yicha har 70 cm, 9 balli va undan yuqori bo'lgan zonalarda har 500 mm masofada qo'yiladi. Endi biz o'zimizga yana zapas deyiladi, ruschasiga zapas olib har 60 cm qo'yib boramiz. 0,90 mana bu yerda 5 tasining yuzi 0,98, endi 1 cm kvadrat desang ham bo'ladi. Xullas yetyapti. Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi davom etamiz. Nomni qo'yib olamiz.
Bu B os edi va 1/4 to'g'ri bo'ldi. To'g'ri. B os 1/4. Xo'sh, qolgan devorlarni ham xuddi shunday kesib olaveramiz. Xo'sh, endi kooperator olib ishlatsak ham bo'laveradi. Mana bu devorni kesamiz, ya'ni birinchi o'q BA. Birinchi o'q va mana o'qlarni ham to'g'rilab olamiz. Va mana bu joy bizga ortiqcha, kesib tashlaymiz. Va mana bular. Va mana ko'rishingiz mumkin, A bilan B orasi 5 metr ekan va bizda ham 5 metr. Mana shunaqa qilib kooperator olib ketsak ham bo'ladi. Esimizdan chiqarmaylik, mana bu setkalar albatta mana bu kolonning ichiga kirib turishi kerak. Shunda birga ishlaydi va mustahkam bo'ladi. Xo'sh, bu endi faqat birinchi o'q emas, 4-o'q ham mana shunday. Shuning uchun mana bu yerda kooperatorimizni birdaniga 3 ta devorimiz tayyor bo'ldi va mana bu 2 ta devorni tayyorlasak ham bo'ldi. Mana shunday kooperator olamiz. Bu devorimiz 2 bilan 3. 3 BA to'g'ri. Xo'sh, endi bitta bu devorimiz endi to'liq eshikdan emas. Mana bu yerda eshik bor. Birinchi etajdan ham xuddi shunday. Birinchi etaj bilan ikkinchi etaj bir xil ketgan ekan. Ularni to'g'rilab olamiz. A o'qga ham chizdik. Xo'sh, bu mana bu A o'qga chizgan chizig'imizni A o'qga olib qo'yamiz. Buni mana shu yerga olib qo'yamiz va mana bu yerda qayerlarda eshik bo'lishi ma'lum bo'ldi bizga. Va buni endi olib tashlagan bo'ladi. Mana bizda mana bu narsa bu serdechnik hozir ko'rganingizdek. Serdechnikni albatta chizib qo'yish kerak. Va gorizontal setkalar, mana bu setkalar albatta serdechnik ichiga kiradi. Kolonning ichiga kirganda bunun ichiga ham kiradi. Va mana bu yerga ochiq joy bo'lganligi uchun atversa qo'yish kerak, ya'ni bu yerda hech narsa terilmaydi degan ma'noda. Ya'ni mana bu narsa kooperatorni bu yerga qo'yamiz. Mana birinchi tashkilni qo'yamiz. Xo'sh, mana bo'ldi. Endi mana bu razmerlarni hammasiga kooperator olib qo'yamiz, tushadi. Mana endi bitta narsa qoldi. Mana bu gorizontal setkalarni belgilash qoldi. Endi bu mana bu chizdik, lekin bu nima ekanligini ko'rsatish kerak. Va buni bunday qilamiz. Gorizontal setka deymiz, 1 deymiz. Shagini 600 dan deymiz. Va mana bu shagini 600 dan deymiz va ya. Ha.
Povsata degani endi balandlik bo'yicha degani mana shu povsatani deb yozib qo'yamiz. Mana bunday qilamiz. Biz mana ko'rib turishimiz mumkin, balandlik bo'yicha setkalar ketyapti har 60 santimetrda. Va mana bularga har bittasiga belgilab chiqamiz. Va bo'ldi. Mana shuni qolganlariga ham kopirovat olib qo'yamiz. Va mana hamma narsa bo'ldi. Mana bu yerga bitta razmer qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana bu derazalar, eshiklarni har necha santimetrda qo'yishni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Balandlik aniq va enini ham aniqlashtirib qo'ydik. Va bo'ldi. Endi bularni listga joylashtiramiz. Mana shu yerdan shu yerga qilamiz. Xo'sh, mana bu albatta gorizontal setkalarni qo'yish kerak. Va mana bu spetsifikatsiyasini ham qo'yish kerak. Hozir buni ham to'ldirib chiqamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu devorni kesmadik, chunki bu yerda hech qanday g'isht terilmayapti. Birinchi qavatda ham, ikkinchi qavatda ham, shuning uchun qirqim olishning foydasi yo'q. Shuning uchun shunday qoladi. Va mana bu nomiga ham yozib qo'yamiz. Yozib testlaymiz. Xo'sh, yana nima qoldi? Va mana bu sedichnikni biz qirqimini ko'rsatishimiz kerak. Nima bo'lyapti? O'zi sedichnik nimadan tayyorlanyapti? Ichida nima borligini ko'rsatishimiz kerak. Mana bu sedichnik bir bo'ladi bizda. Mana o'sha gorizontal setkadan o'shani qalinroq qilib qo'yamiz. Ko'rinadigan bo'ladi. Mana setkalarni to'g'ri joylashtirib olamiz. Mana bu nima deyapti? Xo'sh, 1, pozitsiya 1. Ikkita diametri 12 lik armatura A3 mana uzun armatura ketadi. Ya'ni mana bunday. Mana bu yerda ankirovka bo'ladi. Mana shu antiseismik poyasini quyayotgan paytda o'sha armatura chiqarib ketadi. Mana 50-60 dan chiqarib ketiladi, keyin g'isht terayotganda bog'lab ketiladi. Mana bu yergacha va mana bu regelga ham bog'lanadi bu armatura. O'sha ikkita armatura mana. Va mana uning xamutlari o'sha armaturani bog'lab turadi. Bir-biriga bog'lab turadi o'sha xamut. 2 deyapti, pozitsiya 2, diametr 6 lik A1 armatura. Va mana bu ko'rsatyapti. GS1 degan gorizontal setka 1 degani, povsata degani har 60 santimetrda qo'yiladi. Mana o'sha setkalar, mana o'sha setka. Va biz mana buni noto'g'ri yozibmiz. Hammasini birdan to'g'rilab olsak ham bo'ladi. Xo'sh, mana bo'ldi. Endi bitta spetsifikatsiyani to'ldirsak bo'ldi. Xo'sh, setka 1 deyapti. Setka 2 bizda ishlatilmayapti. Shuning uchun uni olib qo'yamiz, o'chirib olamiz. Setka 1 uzunligi deyapti. Hozir avvalda mana bu spetsifikatsiyani to'ldirib olsak, keyin uzunligini hisoblaymiz. Xo'sh, 1 deyapti. Mana bu spetsifikatsiyani qarasangiz 1 deyapti. Mana 1. Mana bu GOST'da
diametri 5 lik, VR bir armatura, uzunligi 1 metr. Endi bu uzun bo'ladi, lekin biz bir pagonometrga hisoblab olamiz. Keyin hisobini chiqaramiz. 1 deyapti, bizda 1 5 ta dona. 1 2 3 4 5 5 ta dona yozamiz. Uzunligi 1 xil. Mana birning uzunligi 1 metr. Xo'sh, 2 deyapti. Diametri 3 lik, VR bir armatura. VR degani o'zi boya tushunish esimdan chiqibdi. Mana bu. Mana VR degani reflyonniy degani. Reflyonniy degani mana VR degani reflyonniy, ya'ni buni ham internetdan ko'rsataman. Xo'sh. U reflyonniy bu yerda endi uncha ko'p chiqmayapti. Hammasi A1, A2, A3. Reflyonniy degani endi mana kanatga o'xshaydi. Sim bir nechta kichkina stерженьlarni birga mahkamlagan o'sha reflyonniy armatura deyiladi. Xo'sh, keyinroq rasmni olib gruppaga tashlayman. Telegram gruppamizga qo'shilib oling. U yerda ham rasmlarni tashlab boraman. Har xil ma'lumotlarni o'sha yerda tashlayman keyinroq. Xo'sh, uni spesifikasiga qaytamiz. Uzunligi 380. Lekin bizda 380 emas, 350 uzunligi, ya'ni mana bu. 2 deyapti. Mana shu uzunligi mana. Bu yerda yozib qo'ying, 350. 350. Soni bir pagonometrga 3 ta ketyapti. To'g'ri. Va uzunligini hisoblaymiz. Xo'sh, mana bu yerda ikkita devor bor. Mana bu yerda ham ikkita devor. Mana shularning uzunligini hisoblab ko'paytirib olsak yetadi. Va mana bu bitta devor. Keyin qo'shib olamiz. Bittasining uzunligi 5.4. 5.4 ko'paytiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 taga. Ko'paytiramiz 8 taga. 43.2. 1,5 metr ko'paytiramiz. 1 2 3 4 8 taga, mana bu 4 metr, mana bu yerda 4 metr. Qo'shamiz 8 metr. 80 ni qo'shamiz 8. 51. Endi mana buni qo'shamiz. 51.2. Xo'sh, 5.4 ni ko'paytiramiz 8 taga. Qo'shamiz 51.2. Xo'sh, bizda 175 metr ketyapti. Lekin mana bularni 2 marta ko'paytirishimiz kerak edi. Qo'shamiz 3.2, qo'shamiz 8. 225. Xo'sh, 230 yozsak ham bo'laverdi. Ozgina ko'pib. Mana spesifikatsiyamiz tayyor bo'ldi. Endi buni kopirat olib bu yerga joylashtiramiz. Va mana razvedka stenimiz tayyor. Ozgina mana qotib qoldi. Xo'sh, bu darsimiz ham menimcha shu yerda tugaydi. Bu darsimizda razvedka stenini ko'rdik. Ya'ni devorlar qirqimi, u gorizontal sektorlarning balandliklari, qavat balandliklari, plita balandligi, regl balandligi hammasi aniq bo'ldi. Xo'sh, shu darsimiz bu yerga tugadi. Xayr, salomat bo'ling.